Demek davomini ko'ramiz. 56-misolga to'xtalamiz. 56-misolda mana bu yerda har qanday sonning 4-darajasi 1 ga tengligini bilamiz. 7 ayrilgan 5 ga 5 bo'ladi. -2-daraja. 5 7 dan 5 ayrilgan bo'lsa 2, 2 dan -2-darajasi 1 taqsim 2 ning kvadrati bu 1 taqsim 4. Bu 5 ga teng. Javobda albatta mana bu turgan bo'ladi. Xo'p, endi bu yoqdagi misolga o'tamiz. 65-misol. 56 ga o'xshagan misolni qaraysiz, o'shaga o'xshagan misollar shu tartibda ishlanadi. Endi 65-misolga o'xshagan misollar bor. Demak, qavs daraja bo'lsa bu minusga ham tegishli bo'ladi dedik. -1 da 4-si degani 4 ta -1 ni ko'paytirish. Juft daraja bu minusni yuboradi, 1 chiqadi. Keyingisi -1 ning kvadrati 1 bo'ladi. -1 da -1 ga ko'paytirsangiz 1 chiqadi. Lekin oldida yana bitta minus bor. -1 ni kubi degani 3 marta ko'paytirish. 3 ta minusni ko'paytirsangiz javobingiz oxirida minusda chiqadi. Demak, minus bo'ladi. Keyingisi mana bu yerga qaraganingizda -1 da 5-darajasi bu -1 bo'ladi. Tog' daraja -1 ga. Demak, shu yerga qoida yozib qo'ysak bo'ladi. -1 da 50-darajasi. Demak, agar n 1 ga teng bo'ladi, qachonki n juft bo'lsa, daraja juft bo'lsa, -1 ga teng bo'ladi, qachonki n tog' bo'lsa. Buni o'zingizni xossasiga kirib ko'ring. Xo'p, demak bu tog' daraja -1 bo'ladi, oldidagi minus bilan +1 bo'ladi. +1 da 4-darajasi 1 bo'ladi. 1. Endi bu 1 bilan 1 ketadi, javobimiz 1 chiqadi. Keyingisi 1, 2, 3, 4. Boya xossalar yozganda mana bu yerda n ta a'ni qo'shganimizda n a chiqadi deganda bu 4 ta bo'lgan uchun 4 ko'paytirilgan 2 ning 8-si. Mana bu 4 degani 2 ning kvadrati degani. 2 ning 8-si. Ko'paytirilgan darajalar qo'shiladi 2 ning 10-si. 10 ta 2 ni ko'paytirib chiqsangiz 1024 chiqadi. Ko'paytirib ko'rasiz. Xo'p, keyingisi 82-misol. 82-misolni shartsal boshqacharoq yozib ko'rdik. 82. Ko'rsatkichi 3-daraja bo'lgan holatda yozing degan. 216 qaysidir sonning 3-darajasi bo'lishi kerak. O'shani topib olasiz birinchi o'rinda. 216 necha? 216 6-mi? 6 ko'paytirib 36 bo'ladi. 263 da 6 ga qo'shsak 216. Demak, 3 ta 6 ni ko'paytmaslik ekan. Shuning uchun 6 ning kubi deymiz. A ning 21-sini esa A ning 7-sini kubi deymiz. 7 kare 3 21 bo'ladi. Xo'p, B ning 24-sini esa 3 ga bo'linib olsa 8 bo'ladi. 8 ning 3-darajasi deysiz. 27 ni esa S ning 9 ning 3-darajasi deb yozamiz. Hammasi 3-daraja bo'ldi. Xossaga ko'ra bu darajani bitta qilib yozamiz. 6 A ning 7-tasi, B ning 8-tasi, S ning 9-tasini umumiy holatda 3-daraja. Misolingizda sizdan shu narsani so'rayapti, 3-daraja ko'rishni. Xo'p, 91-misol. 91-misolda xuddi mana bu 73 dagi xossaga ko'ra 1, 2, 3, 4 ta bo'lganligi uchun 4 ko'paytirilgan 3 ta 2022 ta, 2222 ta. 2223 ta bunday yoziladi. 3 ko'paytirilgan 3 ning 2222-si. Chunki mana 1 ni qo'shsangiz 2223 bo'ladi. Shunda mana bir xil narsalar qisqarib ketgan bo'ladi. Javob 4 taqsim 3 chiqadi. 102-misolga o'tamiz. 102 da kasrli holatdagi misollarda hammasi, mana bu sonlarni hammasini tut sonlarga keltirish kerak imkon qadar. Ya'ni 72 degani 8 kare 9 desak bo'ladi. 72 ni 8, 9, 6-si. 18 desa 9 kare 2 desak bo'ladi. 3-si. Taqsim 96. O'nto'rt kare 4, 14 kare 4 ga bo'lib olsak 24 bo'ladi. 3 ga bo'lsak 32 bo'ladi.
32 2'nin 5'incisi bo'ladi. 3 ko'paytirilgan 2'nin 5'incisi deyilsa, 3 ko'paytirilgan 32 deymiz. 4'incisi. 9'ning 7'incisi. Plus 77'nin 7 kare 11 deymiz. İkincisi. 99'u 9 kare 11 deymiz. Üçüncüsü. Taksın. 11'de özü duruyorlar. Beşincisi. 63 ise 9 kare 7 deymiz. İkincisi. Plus hakkında sonun 10. derecesi 1 geldi. 1500 numarası müstahit olarak. O şimdi benim işlerini sorayım. Bravo. Xo'p, mana bu 8 degani 2'ning 3-incisidir. 9 degani esa 3'ning kvadrati degani. 6-chi taraf. 9 degani 3'ning kvadrati degani 2 bo'lsin. 3-chi taraf. Taqsim 3 o'zi turaveradi. 32 degani 2'ning 5-incisi degani. 4-chidir. 9 degani 3'ning kvadrati degani. 7-chi. Plus 7 ko'paytirilgan 11. 7'ning alohida ko'taramiz. Kvadrati 11'ning kvadrati. 9'da esa 3'ning kvadrati deymiz. 3'ning kvadratining 3-incisi. 11'ning kubi. Taqsim 11'dan 5'te 9'da 3'ning kvadrati deymiz. Kvadratini kvadrati. 7'ning kvadrati deymiz. Barobar. Endi mana bu darajasi har biriga tegishliligini yana bir marta yozsak bo'ladi. Ungacha biz mana bu yerda ishlarni qilsak bo'ladi. 7ning kvadratini 7ning kvadratini ketkizdiramiz. 2 ta bor, 3 ta bor, 5 ta bo'ladi. Mana 5 talarni ketkizdiramiz. Endi 3 dan 6 ta bo'ldi, 4 ta bo'ldi. Bunisini mana keyingi safarga yozamiz. Endi plus bir qolib ketmasligiga ko'ra bayramning 500 bo'ladi. Mana bular darajasi bo'yicha yozib chiqamiz. Erinmasdan ishlashingiz kerak. Bunda qancha? 6 kere 3 18 ta bo'ladi. 3 dan 12 ta bo'ladi. Taqsim ko'paytirilgan 3 dan 6 ta bo'ladi. 2 dan 3 ta bo'ladi. Taqsim 3 dan 4 ta bo'ladi. 2 dan 20 ta bo'ladi. 3 dan 14 ta bo'ladi. Plus bo'ladi. Bu yerda faqat 3 dan 6 ta qoldi, 3 dan 4 ta qoldi. Bilingizmi? Shu yerga. Xo'p. 18 ta bor, bu yerda 3 ta bor, 21 ta bo'ladi. Bu yerda 20 ta bor. Demak, tepada 2 dan 21 ta bor, pastda 20 ta bor. Bitta 2 qoladi. Bitta 2 qoldi. 3 dan endi. Tepada 3 dan 18 ta bor, pastda ham 18 ta bor endi. Demak, 3 dan qolmaydi. Ketdi. Plus 6 ta bor ekan, 4 ta bor ekan. Ketadi, 2 tasi qoladi. 3 ning kvadrati qoldi. Plus 3 ning kvadrati 9, 1 ni qo'shsak 10, 2 ni qo'shsak 12. Mana shu mavzuga doir misollar edi o'quvchilar. Demak, misollarni ko'rib chiqasiz, shu mavzuni tugatasiz. Orasida mabodo birorta chiqmagan misollaringiz bo'lsa, guruhga yozasiz. Ko'rib beramiz.